ba'zi bir qurilishlarda o'rtoqlar mana shu perillarni xato qilib qo'yishganini men o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Mana bu yerda vertikalniy turibdi, ko'ryapsizlar. Ba'zi bir joylarda gorizontalniy qilib qo'yishadi. Mana bunaqasiga yosh bolalar zina qilib, mana bu yoqqa tushib ketish ehtimoli bor. Juda opasniy. Aka, o'zingiz nima deysiz mana shu fikrimga? Xuddi shunaqa bir xil dizaynga mos qilaman deb har xil rysunak qilib qo'yishadi. Opasniy holat yuzaga keltirish kerak emas. Standartdan ham shu holat o'tmasa kerak. O'tmaydi, gorizontalniy o'tmaydi. Da, balandlik bo'yicha ham mana ko'ryapsizlar. Belimdan kelyapti. Cho'tka qilib qo'yilgan, qasam emas. Endi kirish qismini olib beramiz. Lekin faqat no'ga gap yo'q lekin. Savol eshik chumolingiz-ku. Men marismonda shu to'r bo'lib qoldi, o'shani o'yi sekin. Ha, to'g'ri. Bo'ldi aka, chuvoldim, o'zim olib chiqyapman. Eshigimiz ko'rinish jihatdan ham ancha chiroyli, ochilishlari ham yengilgina, lekin eshikning o'zi og'ir. Ko'p joyga borsanglar, mana paroklari chochilib ketgan bo'ladi. Paroklari ham baquvvat. Mana bitta rezinkalari ham 2 qavat qilishdi, ya'ni zvuk bu yoqqa eshitilmaydi. Undan tashqari, bu yoqdagi mabog'da Xudo ko'rsin, yong'in bo'lib qoladigan bo'lsa, eshik yopib o'tirgan holatda ichkariga hech qanaqasiga yong'in o'tmas ekan, ya'ni agini uporniy ekan. Ichlari ham shumka qilingan. Zabardast baquvvat eshiklardan ekan. Xo'p, endi davom etamiz. Qiziqlari hali ham oldinda, hali tugamadi. Ishlar jadal ketyapti. Angrenni kafil terishyapti ekan, sifatli tadbirlar.